Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ketdik. Nima deyapti doktor aka? Aka imkoni yo'q deyapti. O'sha 0% deyapti. Operatsiya qilsa ham boshqa 0%? Bu akalar kim? Bu aka bittasi o'rtog'im bo'ladi. Ha. Bittasi shu yerda ishlaydigan aka. TJTda shu yerda. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, yaxshimisiz? Bu aka o'rtoqlar. O'rtog'imiz. Ha. Bu aka bu yerda ishlaydi. Ha. O'zi ishlaydi aka. Aka kasalxonada ishlaysizmi? Shuni ko'rsam maylimi? Najmiddin aka. O'zimizdan ekansizlar-da. Mana shu yerda ishlaysizmi aka? Siz bo'lsa bizga yordamingiz kerak. Qanaqa holat aka? Siz yaxshi tushunasiz, to'g'rimi? Bu yerdagi holat bizdan ko'ra. Tushuntirib bering aka. Shu mikrofonni shunday bering-da akaga. Bering. Mana shu taqib qo'y aka, ovozi yaxshilab eshitiladi-da. Ha. Shahzodbek kecha больницаga tushgan. Ha. Bosh miyaga qon quyilish tashxisi bilan. Bugun bu yoqqa o'tkazishdi. Bugun o'tkazgandan keyin kompyuter tomografiya qilib ko'rib, hayot uchun muhim organlarga o'sha qon quyilgan tashxis qo'yildi. Operatsiya qilgan bilan ham foydasi yo'q deb aytishyapti bu yoqdagi professorlar. Necha foiz yashashga naqasi bor, imkoniyat? 0 deb aytishyapti. 0, bir ham bas. To'g'ri. Foydasi. Hozir nima qilamiz deyapti doktorlar aka? Kuzatamiz deyapti. Operatsiya qilish mumkin. Hop. Mumkin emas degan joyi yo'q, lekin foydasi tegmaydi degan narsani aytishyapti. Agar anaqalar xohlasa, qarindoshlari xohlasa, dabro bersa qilish mumkin operatsiya. Tushunarli. To'planib qolgan qonni olib tashlashadi operatsiyada. Lekin kechagi olingan kompyuter tomografiya bilan bugungini solishtirib ko'rsatishdi menga. Borgan sari yomonlashib boryapti holat. Hozir oilasiga xabar berilganmi aka? Nima deyapti oilasi? Oilasi qilishga davr berdi bizga. Yo'qolib o'tishgan. Hozir operatsiya vazirligidan mana faqat so'rashgan. To'xtab turing aka. Men shuni aytaman, boshqatdan aytib berasiz, o'tdan. Oilasi nima deyapti aka? Dadasi bilan gaplashdim. Hop. Dadasi rozichilik berdi. Bu yoqqa olib keldim men. Katta больницаga olib keldim. Endi bu yoqqa operatsiyasiga ham roziman degan, yana bir qator yana telefon qilib so'rashimiz kerak dadasi bilan. Endi boshqa iloji ham yo'q, to'g'rimi? Boshqa iloji ham yo'q. Hozir doktor sizga jicha oldin nimadir dedi deyapti, o'zi tushunmadim. Nima dedi? Telefon qilib kelinglar, tepaga chiqinglar. Tepaga chiqinglar deyaptimi? Ketdik. Hozir nima masala bo'ladi? Aka aytdi, hozir doktorga chiqsin. Operatsiya qilish Qilish qilmaslik. Dadasiga telefon qilamiz, dadasi endi boshqa iloji yo'q, operatsiya qil deydi. Lekin bitta narsa mana videoga olyapti, ko'pchilik kuzatadi biz aka. Iltimos sizlardan mana katta Kvanju bu yer. Katta Kvanjuga 300-350 kilometr yo'l bosib keldik mana shu yerga. Mana shu bola chaqirdi. Kecha telefonda gaplashgan bola shu bola bo'ladi. Bu bola shu yerda ishlaydigan o'zimizni vatandoshimiz ekan. Bu bola do'stlar ekan. Mana shu yerda turibmiz. Sizlarning yordamlaringiz kerak bo'lyapti. Doktorlar ham o'zini shu ilmi tomonidan to'g'ri bahoni beryapti. Tibbiyot qarochi 0% qo'yyapti bu bolani yashab ketishiga. Endi bitta narsa, biz musulmonmiz. Jonni Alloh beradi, Alloh oladi. Mo'jiza bo'lishi mumkin. Hattoki o'lib qolgan odamlarning ham 1 soatdan keyin tirilib ketgan holatlari bo'lganda, aka, to'g'rimi? O'zingiz yaxshi bilasiz bizdan ko'ra. Keyin kecha telefonda gaplashdim, aka, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Mana shu bolada ham bo'pti. Qanchadir muddat bu bola o'lik holatda qolgan, to'g'rimi? Ana shu narsani ozgina gapirib bering. Qanaqa bo'ladi bu holat? Tibbiyotda endi tushunmaydiganlar bor-da. Klinik o'lim deyiladi bu holat. Shunda bu Shahzodda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Shunaqa holatim yomonlashyapti degan, telefon uzilib qolgan, hushidan ketgan. Undan keyin nima bo'lgan Xudo biladi. Endi holat klinik o'lim. Yurak to'xtagan bo'lgan. Tez yordam borgungacha qanchadir muddat yurak to'xtab turgan, yurakda CPR qilib qaytarib olishgan. Demak, o'lgan odamni yuragini yana urdirtirishi va lekin nafas ola olmayapti, anaqa apparat bilan nafas olyapti. Apparat bilan. Hozir demak, o'sha miyani qon tomiri qayerdir o'sha nima jon o'lish, o'lmaslikni hal qiladigan o'sha tomiri uzilib ketgan, qon otilib chiqib qatib qolgan, to'g'rimi? Hozir endi operatsiya qilishsa, o'sha qatib qolgan qonlarni olishadi. Qonni olib tashlashadi. Lekin umuman garantiya berishmayapti, to'g'rimi? Buni olib tashlaganimiz bilan ham lekin foydasi tegmaydi deb aytishyapti-da, o'sha joyda. Olib tashlagan bilan ham baribir foydasi yo'q deyapti. Chunki boshqa hujayralar ham zararlanib qolibdi deb Endi manaqa narsada aka, mening dadam ham vafot etgan. Aynan shu miyaga qon quyilish, insult sababli. Dadamning davleniyasi ham 300 ga chiqib ketganda aka, o'sha paytda. Endi o'sha paytda masalan o'zimdan misol, men o'sha yerda bir hafta turgan bo'lsam, dadam
hech qayerga ishlamay mana shunday qolib ketgan. Demak, ko'p holatlarda ko'ramiz, mana shunaqa kasallar shol bo'lib qoladi-da. Endi bunda hali shol bas ekanu, u shol bo'lsa u yaxshiroq ekan, to'g'rimi? Endi bu holati nima o'ladi, qoladigan aloqador bo'lgan joyiga hayot uchun muhim organlar, yurak, nafas olish, o'shani boshqaradigan joyga qon quyilib qon quyilib qolgan. Bu eng yomon ekanda unda. Iltimos sizlardan hozir men eshityapman, o'zi yo'l-yo'laki hozir men hayron bo'lib, to'g'risi badanlarim qaltirab keldi. Chunki yoshi nechida aka? 20? Uylanganmi? Yozda uylanmoqchimi? O'qishda qanaqa o'qishda o'qigan? Yo'nalish. IT bo'yicha o'qiganmi? Siz ham IT? Koreys tili, u IT, to'g'rimi? Ha. Hozir necha yil o'qigan Koreyada aka? hozir Koreyaga o'qish kelganda 8 yil bo'ldi. 8 yil davomida o'qigan. Hozir Ha. nimada magistratura o'qiyapti. O'zi magistratura o'qiyapti hozir. Hozir magistratura kirgan. Aha. O'tgan yil avgustda magistratura kirdi. Ha. Xonamda Yo'nalish qanaqa? yo'nalishi biznes yo'nalishi. Biznes, ha? Biznes yo'nalishi. Endi 8 yil mana harakat, hozir shu o'lim hamma narsani chopyapti, to'g'rimi hozir? Ko'ryapsizlar, men o Amerikada o'qiysizmi, o'zimizda o'qiysizmi, O'zbekistonda bir qishloqda oddiy bir maktabni bitirasizmi? Qayerda, qanaqa holatda, kimni bolasiz, kimni qanaqa lavozimdasiz bo'lishidan qat'iy nazar, o'lim bitta kelganda hamma yo'q to'xtaydi. Shuning uchun mana shu holatdan, mana shu bolani holatidan ibrat olaylikda. Birinchi qiladigan ishimiz, sizlardan pul-mul so'ramayapmiz, to'g'rimi aka? Bu bola O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun O'zbekiston davlat tomonidan hamma jo'natish xarajatlari qoplanadi. Men o'zim hamma yuvish, kapanlash, jo'natish xarajatlariga men xolis xizmatdaman aka. Endi bitta joyi sizlardan faqat duo so'raymiz. Bu O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun O'zbekiston o'zi xudo xolasa xarajatlariga qarab turmaydi. Shuning uchun iltimos sizlardan faqat duo. Hozir meni masalan Makkada ham kimdir ko'ryapti-da hozir aka. U o'tirib Ka'bani oldida kimdir ko'rishi mumkin-da. Shunday Ka'baga qarab turib Allohdan, "Ey Robbim, mana shu bitta bandang shu Koreyada shu ahvolda ekan. Shu insonga bir shifo ber" desa, shu insonning hurmatidan shu inson Alloh taolo shifo bersa, shu inson ertalabki o'rnidan turib ketishi mumkin-da. Chunki mana shunday holat bo'lgan. Hozir ham mana Gunsan degan shaharda bir akamiz yotibdi. Doktorlar o'ladi degan joyda men shunday borganmanda uzmaysan deganman. Bugun 15-kun uzmasak bo'lmaydi deganda uzmaysan deb turib olganman. Tanimayman bu sali odamni. Mana shu odam mana oradan 1 yil o'tdiki, ertaga xudo xolasa banisadan chiqyapti. O'ladi degan. O'ladi deganda men borib uzmaysan, o'lmaydi, Allohdan so'rayapmiz deb video qilib duo qilinglar desam, bir xilga odamlar, doktor o'ladi degandan keyin o'ladi-da deb kommentariy yozgan odamlar bo'lganda, iltimos sizlardan doktorlar ham hali noto'g'ri gapni gapirishmayapti. Shunaqa narsalar borki, ilm, fan hali odam zotni miyasini o'rganilgan yo'q hali. Tushunyapsizlarmi? O'sha qonni mashincha bir suvdan odamni yaratib qo'ygan zot, masalanda, u qonni ham masalanda yurgizib yuboradigan bo'lsa, u odam o'ziga kelib ketishi mumkin. Shuning uchun bizga maksimalni hozir pul-mul kerak emas, bizga faqat qo'llaringizni ochasiz. Shu kommentariyada qo'ldan kelgancha bilganingizcha duo qiling. Iltimos sizdan faqat duo, like, repost hamma yoqqa tarqatib yuboringlar. O'zbekistonda eshitmagan odam qolmasin. Mana shu insonni kimdir bolasida bu ham. Qo'ldan kelgancha mana bolalaring bor, mana Koreyada kimdir bolasi o'qiyapti. Qo'ldan kelgancha duo qilinglar. Bitta onani, bitta otani bir xursand bo'lishiga sababchi bo'lib qolaylik. Biz mana shu bola kechadan beri turibsiz shatda. G'irt begona odam, bir ammasini o'g'li, tog'asini nevarasi bas, g'irt begona. Yana bu Namanganlik bemor, bu bo'lsa Andijonlik. Men Farg'onalikman. Mana video olayotgan ham Andijonlik. Aka siz qayerdansiz? Jizzaxdan bunisi. Aka siz qayerdan? Namangandan. Hamma har qayerdan g'irt begona odamlar. Mana shu yerda turibmiz. Nimaga? Bizi vatandoshimiz, bizi millatdoshimiz, bizi do'stimiz, bizi musulmon aka-ukamiz deb turibmiz. Tushunyapsizlarmi? Sizlar bizni videodan ko'ryapsizlar. Biz harakatdamiz, sizlar bizga yordam beringlar. Yordam nima avazida etsalaring, shuni qo'llaringni ochib duo qilinglar. Chunki kimnidir bizni ko'rayotgan odam duosi qabul. Iltimos sizlardan biz hozir doktorning oldiga kiramiz aka. Hamma yoqda hal qilib, yangilik bo'lsa, yangilik bilan video qilaylik. Iltimos sizlardan duo qilib turinglar. Biz doktorning oldiga kirib ketyapmiz. Ketdik.